Assalomu alaykum hurmatli Namangan Taxta bozor kanali a'zolari. Bugungi sanamiz 2-dekabr sanasi, xudo xohlasa qish mavsumiga ham kirib keldi. Qo'ldan kelgancha taxta narxlarini arzonlatib chiqarib, batafsil ma'lumot berib o'taman. Yangi taxtalar tushgan. Video boshlashdan oldin bitta like bosib, xudo xohlasa kanalga a'zo bo'lib qolsani, doimiy yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshubo bozor 573-574-joy. 4 metrli to'sinli strapli tushgan abrushotka, xudo xohlasa reykalar bor, shiprli 6 metrli straplilarni xudo xohlasa yangi razmerdagilar kelgan. Hammasiga bitta ma'lumot aytib, razmerlarini, narxlarini aytib o'taman. Xudo xohlasa video boshlashdan oldin bitta like bosib qo'ysana, xudo xohlasa kanalga obuna bo'lmagan bo'lsani obuna bo'lib, men videoni boshladim, sizlar bo'lsa tomosha qilib tursana, xudo xohlasa ozgina vaqtinglarni olaman. Yaxshi narxlarda qo'yib boraman. 10,5 ga 4-6 metrli. Bu shu yerda qurigan o'zi. Bular hammasi belyari taxtasi 6 metrlilar. Holati zo'r, to'rqirra. Katta butog'i garbili, deyarli 85-90% butoqsiz bo'ladi. 10,5 ga 4-6 metrli narxi 98 ming so'm. 11,5 ga 4 plus bu xo'l taxta. Endi 11,5 gacha ko'rsatadi. Qalinligi 4 plus, uzunligi 6 metrli. Narxi 107 ming so'mdan. 4,5 ga 4-6 metrli shifr reka, bu narxi 7200 so'mdan. 6 metrli pachkada ikkitadan. Garbili, defekti, xunugi yo'q. Inshaalloh holati chiroyli narsa. 6 metrli 13.7 ga, qalinligi 37-38. Uzunligi 6 metrli, holati chiroyli, to'rqirra taxta. Bu ham belyari taxtasi, katta butoq bo'lmaydi, xudo xohlasa. Deyarli hammasi butoqsiz taxtaning narxi 130 ming so'm. Kengligi 13.7-13.8, qalinligi 37-38, uzunligi 6 metrli, to'rqirra taxta. Narxi 130 ming so'm. Kengligi 15,5 santimetrli mana. Nostandart razmerda, xudo xohlasa juda ham ko'p so'rov bo'lib turgan mansarda tomlarga orasi kattaman tomimi deyishadi. Shunaqangi tomlarga kattaroq razmer qilib qo'yganmiz. Kengligi 15,5 santimetr, qalinligi 38. Uzunligi 6 metrli, holati juda ham zo'r mana. To'rqirra ko'rishingiz mumkin. Tilinishlar akkuratni tilingan. Garbil defekti yo'q. Xudo xohlasa holati chiroyli, to'rqirra. Narxi 138 ming so'mdan. Uzunligi 6 metrli, holati chiroyli taxta. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa hammasi chiroyli bo'ladi. Shunaqangi butoqsiz to'rqirra. Katta butoq, garbili nuqsoni yo'q. Xuddi shuni 7 santimetrli qo'lligi. Kengligi 7 santimetr, qalinligi 37-38. Uzunligi 6 metrli. Ko'rsana bo'ladi. Xudo xohlasa holat chiroyli. Kengligi 7 santimetr, qalinligi 37-38, uzunligi 6 metrli. Pachkada ikkitadan, deyarli hammasi bu ham butoqsiz. Xudo xohlasa holati chiroyli. Ichlargacha garantiyali. Pachkada ikkitadan qilib pachkalangan, 2 rat qilib, pachkada 6 tali. 3 ta tepasida, 3 ta pastida. Buni sababi old orqasi ko'rinib turadi. Katta reka. Narxi 11.500 so'mdan 1 metr. Xuddi shunga orada bir uzilish bo'lib qoldi. To'liq razmerga 5.3 ga 5.3, qalinligi 38, to'rgacha ko'rsatadi. Uzunligi 6 metrli. Donali reka. Katta butog'i, garbili, nuqsoni yo'q. 1 metri 8700 so'mdan 6 metrli donasi. Assalomu alaykum hurmatli Namangan Taxta bozor kanali a'zolari. Yana bir mijozimiz o'zlari Rossiyaning Belyarskiy shahrida, o'sha rayonida ishlab taxtani tushunar ekanlar. Xudo xohlasa YouTubedan ko'rib taxta zakaz qildilar. 14 ga 4 listivinitsa 4 metrlidan 110 ta, 9.1 ga 2 qolgan 4 metrli sasna shpontdan 450 dona zakaz qildilar. Xudo xohlasa mashinani ham arzon qilib gaplashib berdim. Andijon viloyati Asaka tumaniga gaplashib berdim. Mashinani o'zlari Rossiyada ishonib turib zakaz qildilar.
450 dona pollini. Mashinani 700 ming so'mga gaplashib berdim, xudo xohlasa. Kimga shunaqa taxta xizmati? Telefon raqamim 90 222 44 77 ga zakaz qilsani, ishonchli taxta qilib, chiroylab tanlab zakaz qilib, yuklatib chiqarib olaman. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Taxtani defekti, nuqsoni yo'q. Shu nomerimda WhatsApp, Telegramim ham bor. Bemalol zakaz qilsani bo'ladi. Inshaalloh chiroylab shinam qazib beramiz. Gazerga yuklab berdim taxtani. 700 ming so'mga mashina yo'l kira bo'ldi. Manzilimiz Namangan shahar bozori 573-574-joy. 3 metrli, kengligi 10 sm, qalligi 3 sm, uzunligi 3 metrli. Holati zo'r, suxoy taxta. Narxi 40 ming so'm. Kengligi 12-13, qalligi 3, uzunligi 3 metrli. Donasi 40 ming so'm. 15 ga 4,5 oldingi partiyada sotilgan lestvenitsi, uzunligi 4 metrli, ikkita donasida garbili bor. Bir narxini 117 ming so'm tushirib qo'ydim. 127 minggacha sotilgan taxti. Hop, 20 ta qolganligi uchun kimgadir kerak bo'lib qolsa, 20 dona bor, 117 ming so'mdan. Kengligi 18 ga 5, uzunligi 4 metrli, 70-80% shunaqangi butoqsiz to'rqurli. Garbil defekti yo'q, nuqsoni yo'q. Standart zavod taxtasi, kengligi 18 cm, qalligi 5 cm, uzunligi 4 metrli. Holati zo'r, suxoy. Narxi 154 ming so'mdanga. Holati zo'r. Zavod lestvenitsasi. Burus 14,5 ga 9,5, 8 dona asfaltga qoldi. Ozmoz burangi bor, kimgadir kerak bo'lsa. Suxoy taxta. Narxini 300 ming so'mga tushirib qo'ydim. Aksiya 290 ming so'm. 8sini olganga 290 mingdan beraman. Bemalol olsani bo'ladi. Kengligi 78 ga, qalligi 2,2, uzunligi 4 metrli suxoy taxta, zavod taxtasi. Katta butoq garbil nuqsoni yo'q. Mana taxtani ko'rsani bo'ladi. Tekisligi, holati zo'r. Narxi 26 ming so'mdan. Kengligi 12,8, 12,7 ga, qalligi 35, uzunligi 4 metrli. Holati zo'r. Suxoy zavod taxtasi. Narxi 73 ming so'mdan. 12,7 ga, qalligi to'liq 35, uzunligi 4 metrli. Kengligi 11,2 ga, 208, uzunligi 4 metrli. Zavod taxtasi pachkali. Narxi 60 ming so'm tushirib qo'ydim, sasna. 39 ta qolganligi uchun kimgadir kerak bo'lsa, 420 ga 4 xonaga tushadi. Kengligi 420 xonaga tushadi. Mabodoga hisobinglar chiqib qolsa, bittasini aybi bor. Sal belida kattaroq butog'i bor, shu. Aybi shu. Qolgan hammasi zo'r. 60 ming so'm tushirib qo'ydim. Kengligi 4,7 ga, qalinligi 3 donali reka, holati zo'r, standart zavod rekasi, to'rqirra, ideal holatda. Buni 1 metri 5800 so'mdan donali reka. Kengligi 15, qalinligi 5, uzunligi 4 metrli, holati zo'r, to'rqirra zavod taxtasi. Inshaalloh hijolat qildirib qo'yamaydi. Kimgadir laga to'silligiga ishlaydigan bo'lsa, bemalol ko'rsani bo'ladi. Buning narxi 126 ming so'mdan 15 ga 5. 14 ga 4 plus razmerda, 9 ga 4 plus razmerda. Holati zo'r, to'rqirra. Beliari sasna taxtasi. 9 ga 4 plusi 56 ming so'm, 14 ga 4 plusi 90 ming so'm. Sasna, holati zo'r taxtani to'rqirra. Patolochniy reka, kengligi 3,7, qalinligi 2 cm, uzunligi 4 metrli donali reka. Ichlargacha ko'rsani bo'lardi. Pachkada ulog'i, garbili, defekti, nuqsoni yo'q. Umuman holati ichlargacha chiroyli reka. Donali, sifati zo'r, to'rqirra. Narxi 1 metri 3400 so'm. Shifr rekaga, kengligi 5 cm, qalinligi 35 mm, uzunligi 4 metr. Holati zo'r, to'rqirra. Standart reka, zavod rekasi. Narxi 7500 so'mdan 1 metr. Holati zo'r, donali. Inshaalloh ichlargacha chiroyli reka bo'ladi. Narxi 7500 so'mdan. Kengligi 8,2 qolgan, uzunligi 4 metr, qalinligi 1,7, donali vagonga qilib qo'yilgan. Xudo xohlasa ichlargacha zo'r, garantiyali
ko'rishingiz mumkin. Bir-biriga kirishlari ham akkuratniy qilib ochilgan mana. Zashniy slovlar qoldirib, bir-biriga kirib qolmaydi. Bir-biriga tegib qolmaydi. Inshaalloh holati standart donali. Yo'llargacha akkuratniy qilib ochilgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Tig'larga e'tibor bilan. Narxi bir donasi 43 ming so'm, 1 kvadratga 3 tadan oshiqroq ketadi. 10 kvadratga 32 ta, 100 kvadratga 315 ta hisoblanadi. Donasi 43 ming so'm narxi. Kengligi 9.1 ga, qalinligi 2 sm, uzunligi 4 metrli, holati zo'r, to'rqirra. Katta butoq garbili yo'q. Qalinligi 2 sm, narxi 35 ming so'm. 9.1 ga 2 qolgan, 100% sasna. Yo'llarni ko'rsam ham bo'ladi, to'rqirra, defekti nuqsoni yo'q. Kengligi 11 sm, qalinligi 4, uzunligi 4 metrli. Katta butoq garbili yo'q. Yeni 11 ga 4 metrli. Narxi 70 ming so'mdan belyarri sasna taxtasi. Kengligi 14,5 ga 35. Uzunligi 4 metr sasna. Zavod taxtasi suxoy. Narxi 80 ming so'm. 14,5 ga 35. 10,5 ga 2 sm, uzunligi 4 metrli. Zavod suxoy pachkali taxtasi. Kengligi 10,5, qalinligi 2 sm, uzunligi 4 metrli. 100% sasna. Holati zo'r. Qimmat ko'rinishlarni ham ko'rsatib bo'ladi. Narxi 35 ming so'mdan bir donasi. Kengligi 11,2 ga, qalinligi 208 li. Yil taxti, holati zo'r. Ichlargacha garantili. Tig'larga e'tibor bilan chiroyli qilib ochilgan taxtani ko'rsatib bo'ladi inshaalloh. Holati zo'r. Ichlargacha garantili taxta. Kengligi 11,2, qalinligi 208. Yon ko'rinishlari, choklari bir-biriga kirishi juda ham zo'r ochilgan. Narxi 60 ming so'm. 11,2 ga 208 4 metrli. Xo'p. Kengligi 76, qalinligi 2 sm, uzunligi 4 metrli. Taxtaning orqa tarafi. Xo'p, holati zo'r, to'rqirra. Ideal holatda. Narxi bir donasi 25 ming so'mdan. 28 ga 76 ga 2, uzunligi 4 metr, narxi 25 ming so'm. Mana yuzasi. Toza sajramagan. Taxtaning yuzasi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Uzunligi 4 metrli, 100% sasna suxoy taxta. Narxi 25 ming so'm. Kengligi 14, qalinligi 4, uzunligi 4 metrli. Listvenitsa. Holati ideal. 100% quruq. Donasi 98 ming so'm. 103 minggacha sotilgan, 105 minggacha. Narxini tushirib qo'ydim, xudo xohlasa. Sho'ylab ishini o'tkazib beraman. Narxi 98 ming so'm. Kengligi 10,5, qalinligi 4,7. Uzunligi 3 metrli, zavod holatda. 100% suxoy sasna. Narxi 80 ming so'm. 10,5 ga 4, 6 metrli. 4 metrli. Buni 6 metrligi ham bor. 6 metrligi 98 ming, 4 metrligi 65 ming. 12, 13 ga 2 li. Uzunligi 4 metrli. Suxoy shpuntli taxta. Narxi 35 ming so'm. 36,5 ming so'm, 37 ming so'm sotilgan, 35 ming so'm uçurib qo'ying. Kengligi 78 ga, qalinligi 1,7, 1,8 li abrishotkali. Narxi 19 ming so'm. Bemalol daho. Taxta xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ishini bitkazib, chiroyli ishini bitkazib beraman. Bemalol kimga shunaqa taxta xizmatlari kerak bo'lsa, 90 222 44 77 telefon raqamim bemalol zakaz qilsa bo'ladi. WhatsApp, Telegram ham shu nomerimda.